Matematik misollar uzun ko'ringani bilan ularni yechish qiyin degani emas. Hozir men sizga 2024-yil imtihonda tushgan, aslida oson lekin deyarli hamma yechishga qiynalgan savolni tushuntirib beraman. Savolga diqqat qiling. Savolda aytilyaptiki, fx funksiya xuddi mana shunaqa ko'p xatga teng va mana shu yerdan f x ni qiymati quyidagiga teng bo'ladigan ko'p xatning darajasini toping. Bu yerda funksiyaning ichidagi qiymatni a deb belgilab olamiz va barcha x ni o'rniga aniq qo'yib chiqishimiz kerak. Birinchi o'rinda funksiyaning darajasi nima degani? Funksiyaning darajasi funksiyadagi noma'lum sonning darajasining eng katta qiymati necha bo'ladigan bo'lsa, funksiyaning darajasi o'sha son bo'ladi. Endi shuning uchun x ning 5-inchisi bu yerda eng katta qiymat. Hozircha mana shuni o'rniga a ni qo'yib, qolganiga a ni yozib ketaversak bo'ladi. Endi f a teng 2020 ko'paytirilgan x ni o'rniga xuddi o'sha a ni olib kelib qo'ydik. Shuning 5-inchisi qo'shilgan 2019 a ni 4-inchisi, 2018 a ni 3-inchisi ayrilgan 27. Bu taraf bizga qiziq emas, chunki eng katta daraja chiqsa, mana bu yerdan chiqadi. Endi buni hisoblaymiz. Bu yerdagi tenglamani 5-darajaga ko'tarish shart emas. Bizga eng katta qiymat beradigan daraja faqatgina birinchisi. Buni ochilganda 2020 ko'paytirilgan 1/2020 bo'lsa, bu qisqarib ketadi. Mana shu yerda x ning 4-sini 5-darajaga ko'tariladi. Qolgani misollar davom etaveradi. Bu yerda esa eng katta daraja x ning 20-chisi bo'ladi. Demak, funksiyaning darajasi 20 bo'lar ekan. Qaysi javobda 20 bo'ladigan bo'lsa, o'shani belgilab ketaverasiz. Ko'pchilik abituriyentlar esa bu savolni yechish uchun avval funksiyani darajaga ko'tarib, hammasini hisoblab olib, keyin funksiyani yana qisqartirib, oxiriga kelganda darajani olishi mumkin. Aslida esa unaqa qilish shart emas. Eng katta darajani o'zini olib qo'yaveramiz. Javob esa 20 chiqadi. Imtihonga aynan imtihon darajasidagi savollar bilan tayyorgarlik ko'rish uchun Qayiq ilovasidan albatta foydalaning. Qayiq ilovasida 1000 dan ortiq aynan imtihonda tushgan savollar to'plangan.